Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bir sahabıga "Tuhibbul cenne, sen cennetni yaxshi ko'ramsan?" deb so'radi. O sahabe "Na'am ya Rasulullah, elbette ya Rasulullah, cennetni yaxshi ko'raman" dedi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam onda bo'lsa, bir odam go'zallikda o'zining oldida bo'lishni xohlashi, bu yuqorqi hadisga zid kelamdi. Yani haqiqiy mümin bulunmayı qalamdı. Veya ki başkalarının kimse noçop qalsa, mening ko'nglim yerim bo'lib qalsa, bu yuqorqi hadisga zid kelamdi. Yani haqiqiy mümin bulunmayı qalam dema desek, yani bu hadis bizga haqiqiy odimiylikni o'rgatadi. Haqiqiy hisdoshlikni o'rgatadi. Haqiqiy tuyg'udoshlikni o'rgatadi. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ama ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu asıqrandaşlar. Hammanlar hoş geldinler. Biz Allah'ın rahmeti ve fezlülen bugün İmam Nevevi'ninki 40 hadis namlıq kitabının 13. hadisini okuyumuz. Bilginimizdek hadisini biz nima üçün okuyumuz? Onu okup ötüp ketiş üçün mü? Ona qilmas. Çünkü Kur'an'ı tushunmay okusa bir savab bo'ladi. Lekin hadisni tushunmay okusa, onunğa amal qilmasa, bu savab bo'lmaydi. Hadisni o'qishdan bo'lgan maqsad uni tilovat qilish emas, onunğa amal qilish, shaxsiy hayotimizga, ijtimoiy hayotimizga uni tatbiqlash. Çünkü Allah Taala Qur'on-i Kerimda laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yu'minu billahi vel yevmil ahir. Sizlar üçün Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam'da güzel namunu ba, ülgü ba deydi. O ülgü nerede? Resulullah'ın sözüde, şerikide, muamellerinde. Biz hadisler arkalık onu öğrenimiz ve hayatımızga tatbiqlayımız. Şunda kılga vaktimizde ondan keyin biz haqiqiy maqsadga yetken bo'lamiz. Çünkü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın hadisi Kur'an qanda biz amal qilishga buyurilgan bir dastur bo'lsa, bizlarga nisbatan ana shunda dastur. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on-i Kerimda "Qul atiulloha va atiur rasul." Ey Muhammed, müminlarga aytqinki, Allohga itoat qilinglar ve Allah'ın elchisiga itoat qilinglar dedi. Allohga itoat qilish Qur'onga amal qilish bilan bo'lsa, elchiga itoat qilish hadisga amal qilish bilan bo'ladi. Shuning uchun hadis o'qigan vaqtimizda cho'qim uningdagi mazmunlarni o'zimizning shaxsiy hayotiga ve ijtimoiy hayotlarga tatbiqlashni eng asos nishon qilishimiz kerak. Bizning bugun o'qiydigan hadisimiz nihoyatda bir qisqa, lekin uning mazmuni nihoyat kengri ve cho'nqur. Uning dunyoviy foydasi nihoyat cho'nqur. Meli kishilik munosabatimizda bo'lsin, ilm satimizda bo'lsin. Shundaqla oxiratdagi foydasi jannatdan iborat bizning eng oxirgi nishonimizga bizni yetkazadigan shundaq nihoyat muhim mazmunlarni o'z ichiga oladi. Al bilan biz hadisni bir o'qiylik, undan keyin hadisni shaylatmaylik. An Abi Hamza Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, xadimi Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem, an Nabi sallallahu alayhi ve sellem qal, Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem'nin xizmatkari Abi Hamza Anas ibn Malik radhiyallahu anhu'dan naql qilindi. O Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'dan naql qilib mundaq dedi: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sizlarning biringlar qirindishiga o'ziga yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rmaguchilik mu'min bo'lanmaydi. Hadisning teksti bu. Aldulan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu'dan qisqacha bir tunishib chiqaylik. Kim Anas ibn Malik? Yuqorida o'tganimizdek Rasulullah'ın xizmatkori. Yani Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Medine'ye hicret qilib kelgandan keyin Anas ibn Malik 10 yoshda bor edi. Rasulullah'nınki Medine'deki bütün hayatida ta ki vafat bo'lgan qadar Anas ibn Malik onun xizmatkori bo'lgan, xizmatini qilgan, meni safar holatida olsun, meni muqim turgan holatida olsun Rasulullah'ın yenidan ayrılmagan. Bu sebepten Anas ibn Malik radhiyallahu anhu Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'dan en köp hadis naql qilgan sahabi hisoblanadi. Shundaqla Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bu sahabaga köp dua qilgan. Allohumma akthir malahu va walada. Ya Allah Anas ibn Malikning melini ko'paytib bergin, balarini ko'paytib bergin deb dua qilgan. Natijada boshqa sahabalarning biri yilda bir qatim mol usul bo'lsa, Anas ibn Malikning biri yilda 2 qatim mol usul berdi. Va shundaqla Anas ibn Malik'ninki 125 farzandi bo'lgan. Bu 125 farzand ichida 123 o'g'il, ikkisi qiz edi. 103 farzandni o'z qo'lining dafn qilgan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu. Demak, Allah Taala ana shunda ko'p mol va ko'p farzand bergan. Shundaqla Rasulullahning sahobalari ichidagi eng oxirgi vafot topgan sahoba Anas ibn Malik. Hadisning teksti qaraydigan bo'lsak, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sizlarning biringlar, ya'ni o'zini mu'min deyotgan, musulmon deyotgan sizlarning biringlar o'ziga yaxshi ko'rgan narsani qirindishiga yaxshi ko'rmaguncha mu'min bo'lanmaydi dedi. Amaliyotda bu o'ylab qaraydigan bo'lsak, bir jamiyatda inoq jamiyat barpo qilishning asosini bayon qiladi bu hadis. Ya'ni bir odam oila munosabatda bo'lsin, kishilik munosabatda bo'lsin, jamiyatga har qanday bir munosabat muomalada bo'lsin, o'ziga nimani yaxshi ko'rsa, kishilarga shuni yaxshi ko'ralsa, bir odam oila hayotida hech qanday majra yaşamaydı. Cemiyette kişiler onu yaxshi ko'radi. Kishilik munosabatda futuqliq bir munosabat qurgan bo'ladi. Masalan deylik, bir ayol kishi o'ziga nimani yaxshi ko'rsa, yo'ldoshi shuni yaxshi ko'ralsa, yo'ldoshi o'ziga nimani yaxshi ko'rsa, ayoliga shuni yaxshi ko'ralsa, o oila shaxsiyatchilikdan xoli, o'rtaq bir manfaat ustiga qurilgan go'zal bir oila bo'ladi. Bir cemiyette beysak bir Müslüman özü yaxshi ko'rgan narsani yana bir Müslüman qarindishiga yaxshi ko'ralsa, meyli maslahatda olsun, meyli muomalada olsun, meyli ilm setimda olsun, o cemiyette haqiqiy qarindoshlik bo'ladi, haqiqiy samimiyat bo'ladi. Bugun kunimizda bizni jamiyatning suvutayotgan narsani bilamizlar? Samimiyetsizlik, shaxsiyatchilik. Bir odam o'ziga yaxshi ko'rganni qarindishiga yaxshi ko'rmasligi, dal o'sha hadisga amal qilolmasligi. Savdo-sotiqda beysak nurg'un kishilar ayb va narsani ayb yo'q deb sotadi. Amaliyotda bu qarindishiga o'ziga yaxshi ko'rganni yaxshi ko'rmaganlik bo'ladi. Bir ayb va narsani aybini yapib boshqalarning sizga setishini yaxshi ko'ramsiz, yaxshi ko'rmaysiz. Demak, o'zingizga yaxshi
ko'rmagan narsani boshqalarga yaxshi ko'rsangiz la yu'min. Siz haqiqiy mu'min bo'lolmaysiz deydi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Va asla sal qaraydigan bir masala emas. Alloh taolo Qur'on Karimda mu'minlarga yordam beraman dedi. Sizlar mu'min bo'lsanglar cho'qim ustunlik qozonasizlar dedi. Mu'min bo'lishimiz uchun mana shunday hadislarga amal qilishimiz kerak. Bizda haqiqiy mu'minning sifati tepilishi kerak. Unda bo'lmaydi ekan. Biz 6 iymonga iymon aytib qo'yish bilallam, ya'ni og'zimizda ishondim deb qo'yish bilallam, haqiqiy komil mu'min bo'lolmasak, ya'ni kishilarga o'zimizga yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rolmasak, Allohning yordamiga erishmaymiz. Alloh va'da qilgan bütün yordam va nusratlarga biz loyiq bo'lolmaymiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yana bir hadisda la yablughul abdu haqiqatal iymon hatta yuhibba lin-nas ma yuhibbu li nafsihi. Bir banda iymonning haqiqatiga yetolmaydi toki o'ziga yaxshi ko'rganda kishilarga yaxshi ko'rmaguncha. Unda bo'lgan ekan, mayli gap so'z bo'lsin, ma gapni qilsam, uning ko'ngli og'ramdi, og'ramamdi. Ya'ni boshqalar bu gapni man qilsa, men ko'taralamdimi, ko'taramanmi? Buni o'ylashib qilishimiz kerak. Kishilik munosabatlarimizda, muomilalarimizda, ilm setimlarimizda, shu muomilni, shu ilm setimni boshqalar man qilsa, men rozimi degan bu savolni surib etib, rozi bo'la olsa, undan keyin qilishimiz kerak. Bu shunday qilgan vaqtimizda biz iymonning haqiqatiga yeta olamiz, bizda komil iymon bo'lgan bo'ladi. Unda bo'lmaydi ekan, bizning iymonimiz zidlangan, nuqsonliq iymon bo'ladi. Alloh taolo g'alban va'da qilgan haqiqiy mu'minlardan hisoblanmaymiz. Amaliyotda bu hadis qalbimizdan shaxsiyatchilikni, hasadni tozalashga buyuradi. Chunki bir odam qanday vaqtda qarindishiga o'ziga yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'ra oladi, uning qalbida shaxsiyatchilik bo'lmagan vaqtida, hasad bo'lmagan vaqtida uningdagi yaxshi ko'ra oladi. Shunga menda hasad bormi yo'qmi? Buni bilmay qoldim deganlar bo'lsa, dal mushliqda qarab baqsa bo'ladi. Men qarindishimga, do'stlarimga, boshqalarga o'zimga yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'ra olamdimi, yo'qmi? Agar o'zimga yaxshi ko'rganni boshqalarga yaxshi ko'rolmasam, demak menda hasad bor. Menda shaxsiyatchilik bor. Agar o'zimga yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'ra olsak, undan keyin bizda hasad bo'lmagan bo'ladi. Mayli u dunyoviy ishlar bo'lsin, mayli oxiratlik ishlar bo'lsin. Masalan, salaflardan Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu men shu Qur'on haqida bilgan bilimlarimning hammasini kishilarning hammasi bilsin deb orzu qilaman degan. Mana bu mu'minning sifati. Bugungi kunimizda mayli ilm setimda olsun, mayli kishilik munosabatlarimizda olsun, nayt mesele eg'ir. Shuning uchun ilm setim bo'lsin, kishilik munosabat olsun, hammamiz o'zimizni bu jihatda bir tekshirishimiz kerak. Agar bizda bir shaxsiyatchilik bo'lsa, shu narsaga menlam erishsam bo'ladi deb boshqa mahrum qolsa bo'ladi deydigan bir narsa bo'lib qolsa, shuning ishiniki sizda hasad bor, sizda shaxsiyatchilik bor. Bu iymoningizni zidlaydi. Bu sizni jannatga kirishdan to'sib qo'yadi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir sahobaga "Atuhibbul janna? Sen jannatni yaxshi ko'ramsan?" deb so'radi. U sahoba "Na'am ya Rasululloh, albatta ya Rasululloh, jannatni yaxshi ko'raman" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom unda bo'lsa, sen kishilarga o'zing yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rgin dedi. Demak, biz o'zimizga yaxshi ko'rgan narsani kishilarga yaxshi ko'rgan vaqtimizda, undan keyin biz jannatni yaxshi ko'rgan bo'lamiz, jannatga kira olamiz. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yana bir hadisda, qanday bir odam do'zaxdan yiroq bo'lishni, jannatga kirishni xohlasa, u odam o'ziga yaxshi ko'rgandan kishilar uchun yaxshi ko'rsin dedi. Demak, buning mukofoti unda sal qaraydigan bir masala emas. Shaxsiyatchilik, hasadning zini unda sal qaraydigan bir masala emas. Va shundaqla o'zimizga yaxshi ko'rganni boshqalarga yaxshi ko'rish, bu narsani o'zimizda shakllantira olsak, bu tuyg'uni o'zimizda paydo qila olsak, bu tuyg'u bizni nurg'un gunohlardan to'sadi. Kishilarning haqqini yevilishdan to'sadi. Ilm setimni samimiy bo'lishga undaydi. Masalan, deydi, ilm setimda bir narsaning ayibini yapqimiz kelsa, "Hey, to'xtab tura. Boshqalar menga shu narsani ayibini yepib satgan bo'lsa, men rozi bo'lamdim." Rozi bo'lmaydim. Unda bo'lsa, men cho'qim shu buncha muomala qilishim kerakki, men buning ayibini bani bor, yo'qni yo'q deb satishim kerak. Va shundaqla bir maslahat so'ragan bo'lsa, men shu maslahatni samimiy berdimmi, bermadimmi? O'zimga qandan yaxshi ko'rsam, shu shaklda berdimmi yoki bermadimmi? O'zimning manfaatini asos qilib, mening manfaatimga ziyon yetmaydigan shaklda berdimmi yoki o'zimga yaxshi ko'rgan shaklda, o'zimga bergan shaklda berdimmi? Buni o'zimizdan so'rashimiz kerak. Va shundaqla agar bu jihatda masala bo'lsa, o'zimizni o'ngishimiz kerak. Chunki yuqoridagi hadisda deyilgandek, bu masala bizning iymonimizni kamtidi, zidlaydi, nuqson yetkazadi. Masalan, nafsimizga aloqador bo'lgan ba'zi gunohlardan bu tuyg'u bizda yetilsa, o'zimizni tutib qola olamiz. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qashiga bir yashiga yetdim birisi kirib, "Ey Rasululloh, zinoga menga ruxsat bergin" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam, "Buni onangga ravo ko'ramsan?" "Yo'q ey Rasululloh" dedi. "Buni qizingga ravo ko'ramsan?" "Yo'q ey Rasululloh." "Buni singlingga ravo ko'ramsan?" "Yo'q ey Rasululloh." "Hammangga ravo ko'ramsan?" "Yo'q ey Rasululloh" dedi. Oxirida kishilarmi sen shuni o'zingning tuqqanlariga ravo ko'rmagandek, o'zing tuqqanga ravo ko'rmaydi dedi. Demak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mana shunday gunoh ma'siyatdimi o'zimizni boshqalarning o'rniga qo'yib muomala qilishni o'rgatdi. Ya'ni bu hadis bizga haqiqiy odimiylikni o'rgatadi, haqiqiy hisdoshlikni o'rgatadi, haqiqiy tuyg'udoshlikni o'rgatadi. Masalan, turkchadagi empatiya qurish deydi-ku masalan. Boshqalarning o'rniga o'zimizni qo'yib muomala qilishni o'rgatadi. Hamda bir odam go'zallikda o'zining oldida bo'lishni va yoki boshqalarning o'zini eshib ketmaslikni xohlashi, ya'ni menlam bir go'zal bo'lay, menlam nochi kiyay deb shunday o'ylasa, bu yuqorqi hadisga zid kelamdi. Ya'ni haqiqiy mu'min bo'lolmay qolamdi. Va yoki boshqalarning kiyimsa nochi bo'lib qolsa, mening ko'nglim yerim bo'lib qolsa, bu yuqorqi hadisga zid kelamdi. Ya'ni haqiqiy mu'min bo'lolmay qolam dema desak, bu haqda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qashiga bir sahoba kelgan. "Ey Rasululloh, ko'nglimdek Alloh taolo menga shunday bir go'zallik bergan. Menda bunda bir ish bor. Men boshqalarningki bir oyog'ining tasmasi bo'lsa-mu, mendan eshib ketishni xohlamayman. Bu cho'ngchilik kiramdi" degan vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam, "Yo'q, bu cho'ngchilik
kirmaydi degan. Demak, boshqalarning go'zallikdan mahrum bo'lishini umid qilmay va yoki dunyoviy jihatda ularga ziyon qiladigan holatda ularga bir harakat qilmay, o'zining bir eng go'zal bo'lishini, eng chiroyli kiyinishini orzu qilishi bir insonning bu yuqorqi hadisga zid kelmaydi. Va shundaqla yaxshilik masalalar bor masalan. Mana shu ro'za tutish deymiz, Alloh yo'lida chiqim qilish deymiz va undan boshqa yaxshilik ishlarda bir eng oldida bo'lay deb, oldida bo'lishni o'ylashi bir odamning o'zini bu yuqorqi hadisga zid kelamdi, zid kelmaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda fastabiqul xayrat, yaxshilikda baslashinglar dedi. Va fi zalika falyatanafasul mutanafisun. Yaxshilikda kishilar baslashsin deganga o'xshagan mazmunlarda oyatlar bor. Baslashga vaqtida inson o'zining eng oldida bo'lishni orzu qiladi. Hamda bu vaqtda boshqalarga o'ziga yaxshi ko'rganini yaxshi ko'rish degan bu prinsipga bu holat zid kelamdi desa, bir qancha shart bilan zid kelmaydi. Masalan, bir odam men yaxshilikda oldida bo'lay. Ya'ni Alloh yo'lida chiqim qilishda men eng ko'p chiqim qiladigan bir saxiy bir odam bo'lay. Va yoki men ro'za tutishda eng ko'p ro'za tutadigan odam bo'lib, Rayyan degan bir jannatdan kiray deb o'zida bir yaxshilikni amallashtirish va u yaxshilikda hammadan oldida bo'lishni orzu qildi. Agar bu odam mush yaxshilik qilish orqali faxr qilishni maqsad qilmasa, ko'z qilishni maqsad qilmasa va shundaqla boshqalarning bu yaxshilikdan mahrum bo'lishini orzulam qilmasa, bu xato emas. Aksicha, shu yaxshilik bilan boshqalarning oldida ko'z qilish, o'zini no'sh ko'rsatish, riyo qilish va yoki boshqalarning u yaxshilikdan mahrum bo'lishini orzu qilib qolsa, bu vaqt xato bo'ladi. Unda olmaydi ekan, xato olmaydi. Masalan, Rasululloh hayotida qarab qolgan bo'lsak, Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom jihad uchun mol-mulklarni akanladigan vaqtida sahobalar baslashdi shu vaqtda, ko'p tashlashda, ko'p sadiq qilishda. Hazrat Abu Bakr mening hammasini akeldi. Hazrat Umar yerimini akeldi. Demak, mana shunday yaxshilikda baslashish, agar yana birisiga mahrum bo'lishni orzu qilmasa, u yaxshilik bilan ko'z qilishni maqsad qilmasalar, bu yuqorqi hadisga zid kelmaydi degan gap. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ana shunday boshqalarni o'zimizning o'rniga qo'yib muomala qila oladigan, gap qila oladigan, maslahat bera oladigan, ilm setim qila oladigan haqiqiy müminlerin qatarıdan qılsın ki bizni cennet ehlidan qılsın. Hergizmi qalbimizde şahsiyetçilik bo'lgan, hasad bo'lgan, boshqalar bir yaxshilik qilsa ko'ngli bir aram bo'ladigan bu xil shakldagi marazlarga bizni mubtalo qilmasin. Qalbimizni bu xil marazlardan pokiz qilib bersin ki Allah subhanahu va taolo bizni o'z yaxshi ko'rgan kishilarning qatoridan qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Muhammedur Rasulullah